Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar, bugungi videorolikda biz O'zbekistonda yo'q bo'lgan yo'nalish, ya'ni o'zimizni sun'iy modelimizni tayyorlab, reklamalarga chiqishni o'rganamiz. Eng qizig'i, siz qiz bola ham, o'g'il bola ham, hattoki o'zga sayyoralik ham bo'lishingiz mumkin va bugungi darsda hammasini batafsil ko'rsataman. Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar, bugungi videorolikda biz AI influencer model tayyorlaymiz. Ya'ni aynan hozir siz O'zbekiston bo'yicha birinchilardan o'z modelingizni tayyorlab, odamlar taniydigan darajaga olib chiqsangiz, hamma zakaz sizniki bo'ladi. Nega? Chunki hozirgi vaqtda kompaniyalarda vaqti yo'q. Ya'ni model gaplash, joy gaplash, mahsulotni olib ber, u mahsulotni olib borsin, joyni gaplashsin, alohida kameralarni gaplashi, svetlarni qo'y, bu juda katta vaqt oladi. Aynan hozirgi vaqtda Amerikada mana shu blogerlar oddiy modellardan, oddiy blogerlardan aynan sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan modellar juda ko'p mablag' topishyapti. Ya'ni siz bitta o'zingizga kerakli modelni tanlaysiz va bu model orqali xohlagan narsani reklama qilasiz. Biz esa ishga o'tamiz. Demak, ishni nimadan boshlaymiz? Pinterest saytiga kiramiz va krasiva devушка deb qidiramiz. Bu yerda har xil yuz tuzilishga ega bo'lgan qizlarning rasmi chiqadi. Endi bizga aynan yuz tuzilishi deyarli bir noodatiy bo'lgan rasm kerak bo'ladi. Aynan Pinterestda plus taraf shundaki, siz birorta rasmga yoki videoga bossangiz, shunga o'xshaydigan qizlarning rasmini chiqarib beradi va bu bizga o'ta qulaylik beradi. Oddiy misol, siz mana bu rasmni olsangiz bo'ladi, lekin bu rasm, e'tibor qaratsangiz, o'ta plastik, ya'ni bilinib turibdi sun'iy intellektligi, bu model emas, bu odamni qo'rqitadi. Biz noodatiy bo'lgan va sal bo'lsa ham odamni e'tiborini tortadigan darajadagi model tayyorlaymiz. Keling birgalikda biron bir yuzni tanlab olamiz. Demak, e'tibor qarating, ikkita yuz tuzilishi va simmetriyasi bir xil bo'lgan va o'zimiz xohlab turgan modelni yuzini deyarli topdik. Ikkita rasm bo'lishi kerak. Endi biz nima qilamiz? Promptga o'tamiz. Prompt bu yerda o'ta muhim rolga ega. Nega? Chunki oddiy misol, mana Nana Banana Pro'ga siz krasiva devушка deb yozsangiz deyarli tushunmaydi. Ya'ni u mana bu rasmlarni chiqarib beradi, lekin bu rasmlar orqali, mana shu model orqali zakaz ola olmaysiz, chunki bu umumiy holatda e'tiborni tortmaydi. Oddiy misol, mana Nana Bananani o'zi Google AI Studioda yoki Gemini'da yozdim. Mana bu sepkili bor qiz yoki mana umuman Picluminda yozdim, bir g'alati, umuman zakaz olib bo'lmaydigan plastik, ya'ni plastmassali qizlarning rasmini chiqarib berdi. Bu umuman bo'lmaydi. Biz nima qilamiz? Biz promptga o'tamiz. E'tibor qarating, men atalab o'zbek tilida prompt yozib qo'yganman. 2 nafar qizni yuz xususiyatlarini birlashtirib 20 yoshli oriq, ya'ni ozg'in va uzun sochli bitta qiz obrazini yarat. Ikkita rasmdan bitta qilib va qizni qomati nozik va nafis bo'lishi kerak. Rasm maksimal darajada realistik, teri va yuz teksturalari aniq va batafsil, yorug'lik esa tabiiy bo'lishi kerak degan aynan prompt bor. Aytgancha, bu promptni to'g'ri yozish bo'yicha Telegram kanalim haqida kichik ma'lumot bermoqchiman. Bu yerga hozirgina men promptni to'g'ri yozish haqida videorolik yukladim. Bu videorolikni ko'rganingizdan keyin siz 100% sun'iy intellektni boshqara olasiz. Ya'ni 9 ta punktdan iborat bo'lgan kuchli algoritm. Ya'ni siz aynan xohlagan narsani yozib sun'iy intellektga tushuntira oladigan darajaga olib chiqqanman mana shu darsda va bundan tashqari 10 ta videorolik bo'libdi, har xil yo'nalishlarni ham olib chiqqanman. Oddiy misol, mana ASMR yo'nalish hozir eng trendda bo'lib turgan aynan chet el auditoriyasida. 100% telefonda tekin saytlardan foydalanib tayyorlashni o'rgatganman. Agar sizga qiziq bo'lsa, aynan havolasini qoldiraman, bemalol menga aloqaga chiqing, men hamma ma'lumotini yana sizga alohida tushuntiraman. Endi biz nima qilamiz? Mana shu ikkita rasmni olamizda va Nana Banana bo'ladimi yoki oddiy misol, mana Nana Bananani oddiysi bo'ladimi, Gemini'mi, Picluminmi, farqi yo'q. Xohlagan sun'iy intellektimizga yuboramiz va eng kerakli promptni olamiz. Aytgancha, bu promptni men Telegram kanalimda qoldiraman, bemalol o'tib tekinga olishlaring mumkin. Demak, biz aynan 9 ga 16 qilamiz va unlimitni yoqib qo'yaman. Men Hixfield saytida ishlayman. Shuning uchun bu sayt pullik, bepul saytlarni ham yuklab qo'yaman. Bemalol o'zingiz tayyorlab olishingiz mumkin va ana generatsiya qilamiz. Ya'ni mana 4 tagacha rasmni bemalol generatsiya qilishim mumkin va hozir biz aynan mana shu ikkita modelni birlashtirilgan holatda 20 yoshlik qizni yuz tuzilishi, qaddi qomatiga qo'yilgan holatini ko'ramiz. Demak, e'tibor qaratsangiz, juda ajoyib bo'lgan 3 ta rasm tayyor bo'ldi va birinchi rasmdagi ko'zlar aynan bizni birinchi modelimizdan olingan, lekin yuz tuzilish, jag'lar, burunlar ikkinchi modeldan olingan. Lekin ikkinchi rasmga qarasangiz, birinchi rasmdagi sochlar olingan va ikkinchi rasmdagi jag' tuzilish yoki simmetriya olingan.
bu sun'iy intellektda tayyorlangan modellar umuman bu dunyoda yo'q va internetda yo'q. Siz ikkita yuzni birlashtirdingiz va siz mualliflik huquqiga egasiz. Oddiy misol, mana bu rasmda ishlatsangiz, agar bu butun dunyo tanilib ketsa, bu qiz haqiqatan tirik bo'lsa, sizni sudga berishi mumkin. Shuning uchun siz ikkita yuzni birlashtirib umuman o'xshamaydigan model tayyorladingiz. Endi aynan mana shu holatda birinchi promptni ustiga biz xohlagan narsani yozishimiz mumkin. Ya'ni biz umumiy holatda modelimizni yuzini aniq qilib tayyorlab olishimiz kerak. Demak, bu yerda men alohida prompt tayyorlab qo'ydim. Demak, ko'ramiz. Birinchi promptda men yozdim, aynan afroamerikanist bo'lsin, ya'ni bu qora tanlik bo'lsin va mana shu ikkita modelni yuzini birlashtirib qora tanlik model chiqarib beradi. Biz esa unlimitedni bosib va aynan generatsiyani bosamiz. Va ikkinchi promptda men alohida o'sha qora tanlik lekin vitiligo kasalligi bor, ya'ni o'sha oq dog'lari borini chiqarib ber dedim, chunki bu hozir o'ta trendda ketyapti. Ko'ramiz nimani chiqarib berar ekan. Va uchinchi promptda bu yerda aynan pushti sochlik va vyushiysa deyilgan, ya'ni vyushiysa bu aynan sochlari o'sha yoyilib turadigan pushti bo'lsin deb yozdim. Endi 5-promptga to'xtalib o'tsak, bu yerda zametna geteroxromiya deganman, ya'ni odamlarni e'tiborini tortish uchun va model ajrab turishligi uchun ko'zlarni ikki xil rang qilib qo'ydim. Bu odamlarda juda kamdan kam uchraydigan kasalliklardan biri. Aytgancha geteroxromiya hayvonlarda ham uchrab turadi va meni mushugimni o'zida ham geteroxromiya bor. Tak, hozir men 4 ta rasmni deyarli bittada chiqaryapman ekan. Bu bo'lmabdi, mayli, unlimitedni olib boshqa generatsiya qilamiz. Va hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchisida aynan qora tanli, ikkinchisida vitiligolik, uchinchisida aynan sochlari pushti bo'lishi kerak, to'rtinchisida yopiqroq kiyindi va beshinchisida bu aynan geteroxromiya kasalligiga chalingan biz o'zimizni aynan modelimizni ko'ramiz. Hozirgi vaqtda siz mana shu birinchi prompt bilan xohlagan narsani va xohlagan yuz tuzilishini o'zgartirib olishingiz mumkin. Keyin esa biz aynan figura promptiga to'xtalib o'tamiz. Demak, e'tibor qaratsangiz, biz boshida aynan oddiy rasmlarni chiqarib oldik. Keyin esa men afroamerikalik, ya'ni qora tanlik bo'lsin dedim. Keyin alohida sochi uzun bo'lsin dedim va bu yerda e'tibor qaratsangiz, o'rangan holati va sochi pushti, sochi qari yoki umuman vitiligo dog'lari bor va bu hozirgi vaqtda trendda ketib turgan qahramonlar, ya'ni modellardan biri va bu yerda ham mana e'tibor qaratsangiz, qari sochli va aynan biz xohlab turgan modellardan biri va bu yerda aynan o'rangan holatida lekin geteroxromiyasi bor. Endi esa biz bu aynan modelimizga qomat berishimiz kerak. Demak, birinchi promptda biz ikkita yuzni olib o'zimizga kerakli modelni chiqarib oldik. Endi esa bu modelga qomat kerak. Qomat nega kerak? Birinchi o'rinda ust-boshda reklama qilishi mumkin yoki mana oddiy misol ro'molda reklama qilishi mumkin. Har xil sumkalar, oyoq kiyimlar va bu aynan model qomatini saqlab qolish kerak. Aniq bitta qomatli bir rasm topishimiz kerak. Men alohida prompt yozganman. Bu yerga mana figura prompti, yuz, soch turmagi va tashqi ko'rinishni ikkinchi suratdagi qiz obraziga to'liq almashtir. Rasm realistik sifati, tana proporsiyalari tabiiy, teksturalar esa yuqori aniqlikda bo'lishi shart. Ya'ni mana bu promptni olamiz va biz aynan rasmlarni yuklaymiz. Ya'ni o'zimizga yoqqan rasmni tanlab olishimiz kerak. Oddiy misol, menga mana bu rasm yoqdi. Bitta oddiy misol o'rangan va bitta o'ranmagan rasmni modelini tayyorlab ko'ramiz. Yuqorida aytganimdek, rasmlarni yuklab olganimizdan keyin bizga qomatli rasmi kerak bo'ladi va birinchi o'rinda mana shu rasmni tanlab oldim va birinchi aynan mana bu qahramonimizga bir joylab ko'ramiz. Oddiy misol, mana ikkita bo'lib qopti. Birinchisini olamiz va bu yerda e'tibor qaratishingiz kerak. Birinchi o'rinda qomat turish kerak, keyin aynan modelni rasmi turish kerak. Chunki bu promptda yozganmiz. Birinchi qomatni saqlab qolib, aynan mana shu modelni yuzini chiqarib ber deganmiz. E'tibor qaratishingizni iltimos qilaman. Yuqorida aytganimdek, birinchi qomat, keyin esa modelni yuz turishi va biz generatsiyani bosamiz. Keyin ikkita generatsiya qilamiz va aynan biz o'rangan modelni qomatini tayyorlashni boshlaymiz. Ya'ni biz buni yuklab olamiz va alohida modelni topamiz, qomatini. Demak, pushti rang sochligi uchun mana bu qomatni tanladim va o'rangan uchun mana bu rasmni topdim. Bu Pinterestdan ochiq ma'lumotlardan olingan rasm. Demak, biz rasmni yuklaymiz va mana bu modelni o'chirib tashlaymiz. Tak, o'chiramiz va o'chiramiz. Qomatni yuklaganimizdan keyin endi bizga aynan o'rangan rasmdagi model kerak va mana shu modelni qo'yamizda va yuklaymiz va generate tugmachasini bosamiz va e'tibor qarating, hozir bizni modelimizni alohida mana umumiy holatdagi birinchi rasmi tayyor bo'ldi-da. Bu yerda sal xatolik kelib chiqdi, chunki rasmning sifati past, lekin umumiy konsepsiyani tushundingiz.
Hozir biz 2-3 ta generatsiya qilib ko'ramiz va umumiy holatni yaxshilashga harakat qilamiz. Ma'lumotni yaxshiroq o'zlashtirishingiz uchun men oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni biz ikkita qizni rasmni oldik, farqi yo'q. Ya'ni bir-biriga o'xshash bo'lsa yaxshi va promptni oldik. Va bu prompt orqali biz umumiy bitta yuz yaratib oldik. Ya'ni mualliflik huquqi, har xil muammolar bo'lmasligi uchun. Keyin biz bu prompt orqali o'zimizga kerakli detallarni qo'shdik. Oddiy misol, ro'mol qo'shishimiz mumkin, rangini o'zgartirishimiz mumkin, sochini o'zgartirishimiz mumkin, har xil dog'lar, chandiqlar, ya'ni farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zgartirishimiz mumkin. Oddiy misol, mana e'tibor qarating, kare bo'lgan sochi. Endi sifati juda yaxshi 2K da generatsiya qilib bergan. Keyin biz tana oqtardik. Bu yerda men nima qildim? Oddiy misol, mana bu rasmni olib qarasak, biz bitta tanani oldik va bu tana orqali mana bu yuzni olib ikkinchi promptda yozdik. Ya'ni mana yuz, soch turmagi va tashqi ko'rinishini ikkinchi suratdagi qiz obraziga to'liq almashtir. Rasm realistik, sifatli, tana proporsiyalari tabiiy, teksturalar esa yuqori aniqlikda bo'lishi shart. Ya'ni biz nima qildik? Oddiy misol, mana shu figuraga yuzni o'zgartirdik va mana bu rasmga e'tibor qarating. Biz mana bu rasmda olgan edik. Lekin aynan bizni rasmimiz mana shu bo'ldi va biz aynan mana shu modelni yuzini aynan mana bu promptga o'tkazdik. Va biz modellarni bir-biriga kiygizdirib yuboryapmiz va e'tibor qaratsangiz, mana bu model. Oddiy misol, mana bu rasm edi, biz esa mana bu modelni qo'ydik. Endi esa biz bu modelni xohlagan joyga qo'yishimiz mumkin. E'tibor qarating, bu yerda mana bu model. Bizning modelimiz mana bu edi va biz esa oddiy pozada, oddiy ustuvashda turgan rasmni topdik. Va biz buni yuzini qo'ygan edik, umumiy holatda qo'yib berdi, har xil o'sha vitiligo dog'lari bilan. Demak, sizda savol tug'ilishi aniq. Biz yuzni tayyorladik, alohida tanani qo'shdik. Endi buni qanday qilib boshqa lokatsiyalarda ko'rishimiz mumkin degan savolga 3-prompt yordam beradi. Ya'ni ushbu qiz bilan boshqa rakurs va yangi lokatsiyada boshqa kiyimda tasvirni yarat. Lekin uning tashqi ko'rinishi, yuz chiziqlari, qomati va detallarini aynan saqlab qol. Rasm sifatli iPhone'da olingan, surat darajada bo'lsin va ranglar va yorug'lik esa tabiiy bo'lsin. Ya'ni nima qilamiz biz? Aynan biz tayyorlagan modelni yuzini saqlab olamiz va aynan tanasini saqlab olamiz. Va shu ikkita rasmni aynan yuklab, oddiy misol mana bundoq qilamizda va birinchi rasmni yuklaymiz. Va ikkinchi rasmni yuklaymiz. Bu yerda e'tibor qaratsangiz, tana bilan yuz aniq biz tayyorlab qo'yganmiz va buni sun'iy intellekt 100% biladi. Va aynan o'sha promptni yuboramiz, ya'ni yuqoridagi yozilgan promptni. Oddiy misol nima deyishimiz mumkin? Krasное платье, ya'ni qizil ko'ylakda ko'rmoqchimiz. Va generatsiya tugmasini bosamiz va aynan sun'iy intellekt bizni rasmimizni saqlab qoladi, yuzini va proporsiya tanasini ham saqlab qoladi va bunga biz xohlagan narsani yozishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi biron bir faraz qilamiz restoran yoki biron bir mahsulotni ushlab turibdi. Mahsulotni rasmini yuborasizda, mana shuni ushlab turibdi deb yozishingiz mumkin. Hozir men sizga ko'rsataman. Oddiy internetdan topgan rasmni yukladim, ya'ni bu juda sifati past rasm va aytamiz: "У неё в руках кружка". Va generate tugmachasini bosamiz. Bu bilan nima bo'ldi? Biz umumiy holatda o'zimizni modelimizni 100% tayyorladik. Hech qanday mualliflik huquqi kerak emas va biz buni xohlagan holatda generatsiya animatsiya qilishimiz mumkin. Xohlagan ko'ylaklarga kiydirishimiz mumkin. Ya'ni biz bu model bilan aynan reklamaga chiqib reklamani olishimiz mumkin. Aynan mana shu eng qulay, eng to'g'ri va to'g'risini aytaman, internetdan olib rasm yuklagandan ko'ra o'zingiz modelingiz bilan ishlaganingiz juda yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.